Xitoyga ishonganga burni quloqqacha to'ydik. Xitoy Sharq Turkistonni ishg'ol qilib kirgandan beri Sharq Turkiston xalqini assimilyatsiya qilish uchun har xil tadbirlarni ijod qilib kelgan bo'lsa-mu, biroq assimilyatsiya qilish maqsadiga yetolmay kelgan edi. Yaqinqi yillardan buyon Sharq Turkistonda chekdan oshgan kamsitish, xo'rlashga aloqador bema'ni qonunlarni yo'lga qo'yib, Sharq Turkiston xalqining aqida, milliy va diniy urf-odatlarini cheklashda haddidan eshib, har kuni degudek yangi belgilamalarni o'ttirg'a chiqarmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy doiralari amdilikda o'g'il farzandlarimizning sunnat xatnisini qilishnimi cheklanganlar doirasiga kirgizgan. 11 mart ijtimoiy uchur vositalarida Sharq Turkistondagi 2 kishining o'zaro yozishgan uchurlari oshkora bo'ldi. Uchurdagi A taraf bular nimancha razillashib ketdi. Bularga, ya'ni Xitoyga ishonganga burni quluqimizga qadar to'yduq deb yozgan bo'lib, yana biri amdi kelib bolasining xatnisini qilganlarga jazo chiqaribdi degan uchurni yozgan. Tahlilchilar yuqorida uchur yo'llagan ikkinchi kishining ishonganga burni quloqqacha to'yg'izdi degan so'zi har qanday kishining diqqatini tortadiganligini, mazkur uchurni yo'llagan kishining ehtimol ilgari Xitoyga ota-onasiga ishongandek ishonib, jon pidolik bilan xizmat qilganlardan biri bo'lish ehtimoli borligini, amdilikda bo'lsa ishdan qo'g'langan yoki jazoga uchirgan biri bo'lish mumkinligini bildirib, mazkur kishining Xitoyga ishonib Sharq Turkiston xalqiga xiyonat qilgandan keyingi pushaymon qilishdan iborat o'tmishidan chet el yoki Sharq Turkistonda Xitoyning qo'rchiqi bo'lib xizmat qilayotgan xoinlar Xitoyning qo'rchoqlari mazkur kishining pushaymonini o'ziga ogohlantirish signali qilib ibrat elishi kerakligini bildirishdi. Qalbimizning yerimi Urumchida. 11 mart Sakaryada o'tkazilgan Adolat va taraqqiyot partiyasining yig'ilishida Turkiya Cumhuriyeti Cumhur Raisi Recep Tayyip Erdo'g'an qalbimizning yerimi Urumchi dedi. Cumhur Rais Recep Tayyip Erdo'g'an nutqida qalbimizning yerimi İstanbul, Diyarbakır, Trabzon, Antalyadır. Yana bir yerimi bo'lsa Halab, Kerkük, Quddus, Buxara va Urumchidir. Biz Edirne'ning, Yozgatning, Erzurumning masalalariga diqqat qilganimizdek, Kafkaziyadagi, Turkistondagi, Afrikadagi, G'arbiy Turkistondagi qarindoshlarimizning azoblariga qayg'uryapmiz deganlarni bildirdi. Karenin kat be kat fevkindedir. Kalbimizin bir yarısı İstanbul, Diyarbakır, Trabzon, Antalya, İzmir ise diğer yarısı Halep'tir, Kerkük'tür, Kudüs'tür, Sancak'tır, Buhara'dır, Urumçi'dir. Biz Edirne'nin, Yozgat'ın, Erzurum'un meselesiyle hemhal olduğumuz kadar Kırım'daki, Kafkasya'daki, Türkistan'daki, Afrika'daki, Güney Asya'daki kardeşlerimizin sıkıntılarıyla da dertleniyoruz. Ülkemiz ve milletimiz için çalıştığımız kadar dünyanın dört bir yanındaki ezilenler için de mücadele veriyoruz. Xitoy siyosatini o'zgartdi. 11 mart Doviy xabarida bildirilishicha, Xitoy Xalq qurultiyi yig'inida Shi Jinpingning qaralsiz rais bo'lishi muqimlashdi. Xabarda Xitoy Xalq qurultiyi yig'inida Xitoy asosiy qonunidagi davlat raisi 2 qatimdan ortiq rais bo'lib saylanishga bo'lmaydi degan mazmunni o'zgartirish haqida belat tashlash faoliyati elib berilganligi, 2958 ovozning qo'llashi, 2 ovozning qarshi turishi, 3 ovozning huquqidan voz kechish natijasida Shi Jinpingning 2023-yili qayta rais bo'lib saylanishini cheklaydigan Xitoy asosiy qonuni amaldan qoldirilganligi, Shi Jinpingning doim rais bo'lish tushi amalga oshganligi xabar qilindi. Amerika prezidenti Trump Shimoliy Koreya rahbari Kim Jong-un bilan ko'rishishga ma'qul bo'ldi. Erkin Osiyo radiosining xabarida bildirilishicha, Amerika prezidenti Donald Trump Shimoliy Koreya rahbari Kim Jong-unning ko'rishish taklifini qabul qilib, bu yil 5-oyning oxirlariga qadar ko'rishishga ma'qul bo'lgan. Agar ularning ko'rishishi amalga oshsa, bu ikki davlat rahbarlarining tunji qatim 100 turani uchrashishi bo'lib qoladi. Prezident Trump Twitterda e'lon qilgan uchurida Kim Jong-un bilan ko'rishishga tayyorlik qilayotganligi, buning ikki davlat munosabatlaridagi zo'r ilgirlash ekanligini bildirgan. Ammo u Shimoliy Koreyaga qartilgan embargoning ikki davlat o'rtasida rasmiy kelishim hosil qilinmoqcha bekor qilinmaydiganligini ta'kidlagan.
Reuters agentligining xabar qilishicha, Kim Jong-un Prezident Trampga maktub yozib, Koreya yarim orolini yadrosizlantirishga, boshqariladigan bomba va yadro sinoqlarini vaqtliq to'xtatishga va'da bergan. Janubiy Koreya Davlat bexatarlik komitetining mas'uli Chung Eui-yong payshanba kuni Oqsaroyda Prezident Tramp bilan ko'rishib, uningga Kim Jong-unning maktubini topshirgan hamda Janubiy Koreya bilan Shimoliy Koreyaning yaqinda o'tkazgan suhbatidan ma'lumot bergan. Prezident Tramp Chung Eui-yong bilan ko'rishgandan keyin Twitterda e'lon qilgan uchurida ko'rishishning planlanayotganligini bildirgan. Reuters agentligining bildirishicha, yuqori darajalik bir Amerika amaldori ko'rishishning mushu 2-3 oy ichida elib berilganligi, lekin konkret qachon va qayerda elib berilganligi texi bekitilmaganligini bildirgan.